Assalomu alaykum. Toshshahar Trans xizmat Digest yana sizlar bilan. Poytaxt avtobuslarida yangi to'lov tizimi joriy etiladi. 2026-yil 1-sentyabr sanasidan boshlab Toshkent shahridagi avtobuslarda yo'lkira faqat avtobusga chiqish vaqtida to'lanadi. Bu haqda hukumat qarori va Transport vazirligi ma'lum qildi. Yangi tartibga ko'ra, yo'lovchi avtobusga chiqish paytida transport kartasi, bank kartasi va boshqa elektron to'lov tizimi orqali to'lovni amalga oshiradi. Agarda yo'lovchi chiqish paytida to'lovni amalga oshirmasa, chiptasiz deb baholanadi va jarimaga tortiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining TRC transport tarmog'i 2026-yil 2-avgustdan boshlab butunlay yangilangan raqamli va on-demand talabga qarab keladigan yangi avtobus yo'nalishi tizimini ishga tushirdi. Mazkur tizimning afzalligi shundaki, yo'lovchilarga qulaylik yaratish, transport tarmog'ining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, yo'nalishlarni soddalashtirish hamda harakat tezligi va ishonchliligini oshirish maqsadida amalga oshiriladi. Italiyaning Bergamo shahrida ilk to'liq elektrlashtirilgan tezyurar avtobus liniyasi BRT yo'lagi foydalanishga topshirildi. Tizim uchun Xitoyning Yutong kompaniyasidan jami 15 ta yangi elektrobus xarid qilindi. Ushbu elektrobusning uzunligi 18 metr, bo'g'imli, ya'ni garmoshkali bo'lib, u bir vaqtning o'zida 120-128 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi. Siz Toshshahar Trans xizmatining qisqa dayjesti bilan tanishdingiz. Bizni ijtimoiy tarmoq sahifalarimizni kuzatib boring.